Mana shu rasmlarni ko'rganimdan keyin ozishga qaror qildim, chunki o'zimga yoqmadim. Turkiyadan kelganimdan keyin semirib ketganimni ko'rib ahd qildim bu safar ozishga. Mana ertalabdan доброе утро deyiladi bu. Xolasanglar nima ichayotganimni ko'rsataman, sizlarga ko'rsatib boraman. Mana dushanbadan keyin уже kecha 2 kun ichidagi vaziyat menda. Bu ertalabdan turib moxira soldim, suyuq ovqat, tanaga yengillik, uni ustiga mana pipi non qildim. Agar xolasanglar buni ham retseptini beraman, alohida qilib ko'rsataman va hozir sizlarga отзыв qoldiraman, eshitinglar. Mana yeganda tishlari mana shunaqa bo'lib pishdi. Qattiq emas, lekin juda yumshoq ham emas. Men o'zim воздушный bo'lishini xohlamadim, chunki воздушный nondan to'yib ketdim to'g'risi. Shuning uchun Turkiyadaligimda hamma воздушный ishirilgan dorajali nonlarni yo'rib, draja xamir turishli, ya'ni shunga ozgina kam razrыхитель solib pishirdim. O'zimga shunaqa plotniy, to'yimli, sitniy bo'lishini xohladim va zo'r chiqdi. Hech qanaqa qo'shmaganman. Nima deyapti? Droji qo'shmaganman, tvorog qo'shmaganman bunga.